Ruqiyaxon degan qizim bor. Shu qizim 11 yosh. Qizimga kitobni berdim. Mavlidi Sharif oyi boshlanishi bilan oila davrasida 1 soat, 1,5 soat shu kitobni o'qiy boshladik. O'qib bo'lganimizdan keyin qizcham tush ko'ribdilar. 11 yoshli qizcha tush ko'ribdi. Tushida eski bir kulbani oldini supurib turgan ekan qizcha tushida. Uzun ko'ylak kiygan bir sahobalar endi tasavvurida ikkita odam o'tib ketayotib, bir-biriga Rasulullohning qizlari, Rasulullohning qizi bu qiz Ruqayya deb o'tib ketishibdi. Haligi qizcha uyg'onib ketibdi. Ko'rgan shuni aytib beribdi. Ya'ni qizcha o'sha hayotga tushib qolganda, kitob o'qib o'sha hayotda yashagan. O'sha ko'rganlari shu sahobalar, o'sha kulba u Rasulullohning hujralari. Ruqayya Rasulullohning Ruqayya qizlari. Shuni hammasini o'qigan o'sha qizcha shu hayotda yashagan. Ha qizim, sen Rasulullohning qizlarisan. Mana senga shu narsani belgisi bo'pti. Shunga kirib sahobalar ham seni Rasulullohning qizi debdi. Aslida men shunday niyat bilan qo'yganman, Ruqayya deb seni ismingni, sen Rasulullohning qizlarisan deb. Shunaqa ajoyib bir holat bo'ldi, qora aka dedilar. Men o'ylaymanki, mana shu Sirat oyida, Mavlidi Sharif oyida har bir xonadonda sirat kitoblaridan bir kitobni qo'llariga olib o'qib chiqsalar, juda katta manfaat bo'ladi, muhabbat bo'ladi, xonadonimizda nafosat bo'ladi.